kvadrat metrni o'zida jamlagan studiya 3 xona xonadonimiz sotuvga chiqdingizlar. Biz Samkochdamiz. Ko'rishingiz mumkin. Partizdan kirishimiz bilan aynan mana shunday go'zallikka ko'zingiz tushadi. Shkaflar qilingan, mana bunday dekorativ, juda ham chiroyli oyna qilingan prixojniy zonamizga. Demak, yo'lagimiz boshlanishi bilan bolajonlarimiz uchun taqdim etilgan yotoqxonaga guvoh bo'lasiz. Ta'kidlab o'tganimdek, studiya 3 xona. Bu zal qismi bo'lyapti. Bu yerda kattalarimiz uchun yotoqxonani e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Shinamgina qilib ta'mirlangan, jihozlangan, shunchaki kirib mazza qilib yashash imkoniyatini taqdim etishmoqda xonadon egalari. Demak, marhamat, oshxonani e'tiboringizga havola etamiz. Bu yoq oshxona bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Konturli kotellar qo'yilgan. Bu yoqda xonadonimizning umumiy samozyeli. Ishoning, xonadonimizning narxi ham juda ham chiroyli. 50 kvadrat metrga xonadon egalari $48,000 so'rashmoqda. Albatta savdosi bor. Biz Samkochdamiz, 6-qavatda sotuvga tushdi ushbu uyimiz. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling.